kelin xizmatimizni qilyapti. Atasan choy poy damlab qarab turib bizga. Ata, bilasiz, ijodkor onam. Bunga erkinlik kerak. O'zi bitta alohida xona qilib bersak ham bo'lardi. Jinnixona bo'lmaydimi? Alohida chiqib keta qollaring. Kelim. Bo'ldi qilsangiz-chi, nima bu ajab-ujalaringiz? O'g'lim 3 yoshida tuzardi. Adajon, qanaqa qilib ko'rmasligi mumkin? Bu yerda 3 farzandi bor, Hokisor onani dardlari, qiyinchiliklari tasvirlangan. Ona? Qani bu ona, bola? Xotiring tom ketib qopti. Ko'ziga har balo ko'ryapti. Doktoring ko'rsat. Bozoring kela. Tushunmaysiz. Sen ham tushunmaysan-ku. Ananas qani? Kelin, ananas ko'rmadingizmi? Nima deysiz, Adajon? Hayo bo'ldi narsa. Boshingizda qolsin.